atvet yozgan namanganliklar va atvet yozmoqchi bo'lganlarga tegishli bu gap. Yana yevomanglar. Bu faqat atvet yozganlar uchun va atvet yozmoqchi bo'lganlar uchun tegishli bu gap. Andijonliklar degan gap uchun gapirilyapti bu gaplar. U asakalik, so'taqo'zi qilgan ishlarni oqlash niyatida emas. O'rta qo'limni tiqib olaman, o'qib olaman, buqib olaman desan, eski plastinani olib turib olib, ukam, gapiradigan bo'lsang, Amirolimxon taxtining ustida O'zbekistonning bayrog'ini yonida gapir. Tushundingmi? Chustdanmisan, popdanmisan, o'ttag'imni qo'ygani. Tushundingmi? Qatdansan, Andijonning qora suvidan gapirilyapti. Bu atvet senlarga. Tushunishdingmi? Senlar o'rta qo'lingni bir-biringga tiqish, tushundingmi? Andijonliklar tiqtirmaydi, tiqadi to'lka. Faqat erkaklarni emas. Senlar haqingda anekdotlar ham bor. Qusham senlar tarafda bitta qanotda uchar ekan. Men senlardan atvet kutaman. Bu senlarga atvet. Tushunishdingmi? Atvet kutaman men senlardan. Atvet yozishsang, amligingni tan olishasiz. Atvet yozishmasang, ko'tligingni tan olishasiz. Men atvet kutaman senlardan.